Bir yan tarafımız Miltaxana tarafdan gelişte çap kol aylanası. İş köçeye girgenizden keyin 10 kolda tahminen 100 metre 150 metre girersiniz. 10 kolda izlanıyor. Bir yan tarafımız avtovokzal tarafa geçiş. Bir yan tarafımız Kırkızporot taraftan geliş. Kırkızporot taraftan gelesiz. Yaxşı izlanıyor yine. Bir yan tarafımız Afxodnoydan geliş. Afxodnoydan gelseniz biznes için acayip zor lokasiya. Türkiye'nin en zor lokasiyası. Umumi 80 sotik yer 4 dolar azdı. Həmmə yeri zabor bilan aylangan, yazılı to'xana mo'ljallangan. Bir de fantalları var. Bir de giriş kısmı var. Bu zaborlarni olib tashlab turib, chiroyli qilib reshotkasi paylantirsangiz bo'ladi. Bellara asfalt yoki bo'lmasam burchakka bostirib, biznesni yo'lga qo'yib bersangiz bo'ladi. Keyinda yana tikuvchilik sexi bor. 10 yaqin tikadan mashinalar ham bor ekan, kelib tikuvchilik biznesini yo'lga qo'yib bersangiz ham bo'ladi. Egasini nomerini videoning sarlavhasida yozib qoldiraman, bemalol egasini aloqaga chiqaverasiz. Beram katta deb yozda to'xina mo'ljallanib ishlanib turibdi. Remont chala qilgan, hali ishga tushmaydi. Bir de oshxonasi bor. Qozon o'choqlarini joylashtirganlar bu yerga. Keyin yan tarafimizda posudamokisi bor, bir de sklad bor. Yanımızda nomi sotib ishlab qo'yibdilar. Chiroylatib. Yanlardan bir narsalar ishlaysiz bo'ladi. Hamma yeri zabor bilan aylangan. Keyin yan tarafdan bir girish qismi bor, darvoza. Şu arenda haberledi. Egasine bir aloqaga chiqaverasiz. Arenda haberledi bir. Bir yanda yine giriş kısmı. Bir yanda bir darvoza. Bir yanda bir darvoza var. İki darvoza. Umumi meydanı 80 sotik. Həmmə yeri zabor bilan aylanib turibdi, zakriti yer. Gəlib bemalol biznesləringizni yo'lga qo'yib bersangiz bo'ladi. Yazda to'yxonani ham remontini bitirib ishga tushirib bersa bo'ladi. Hamkorlikqa taklif qilib qolamiz. Bellar ham chiroyli qilib kafe ishlangan, bir tarafi burchakka ishlangan. Bemalol egasini aloqaga chiqaverasiz. Hammaga rahmat. Kelishilgan narxlar endi haberladi.